Assalomu alaykum. Hozir albatta ijtimoiy tarmoqlar zamoni deylik. Ijtimoiy tarmoqlar zamoni desak, umuman xato bo'lmaydi. Chunki biz hamma narsani ijtimoiy tarmoqdan ko'rib, albatta qiziqishlarimiz 100 barobar, 1000 barobarga ortib ketadi. O'sha borasida masalan u narsani ideal deb ko'ramiz va bugungi gaplashmoqchi bo'lgan mavzuyim chetga ketish aslida. Umuman chetga o'qishga ketishmoqda hozir ko'plab yoshlarimiz judayam chetga ketishga bo'lgan qiziqish yuqorilashib bormoqda. Albatta bunga iqtisodiy sabablar, ya'ni pul topish istagi, albatta o'zbeklar uchun oldindan o'zi bir asosiy omil bo'lgan. O'zi hammaga pul kerak, kimga kerak emas, lekin hozir albatta aytganim ijtimoiy tarmoqlar zamoni, hamma tez boyigisi keladi. Chet davlatlarni ko'rgisi keladi. Judayam trendlashib bormoqda. Chetga chiqish, chetga chiqdim, 100 davlatga chiqdim, 85 ta davlatga chiqdim. Ushbu trendlar orqasidan albatta chetga o'qishga ketish judayam hozir trendda. Va asosan o'qishga ketmoqchi bo'lganlarga ozgina maslahat beraman. Umuman minus, plyuslarni aytib o'tmoqchiman. Top 3 ta minus, top 3 ta plyus deganlaridek. Xo'p, birinchi nima demoqchiman? Masalan, siz bir bola masalan chetda o'qimoqchi. Koreyada o'qiydimi? Polshada o'qiydimi? Xohlagan davlatda o'qimoqchi. Shuni ota-onalar ham, shu yoshlar ham, o'zlari ham bir miyalariga qo'yish kerak. Ya'ni bir boshqa davlatga bordi degani, u o'zgarib qoldi degani emas. Masalan, u Koreyada, Polshada, Amerikada borsa, uni Ahmad ismi borib ravshan bo'lib qolmaydi. U o'sha bola Ahmad, hamma yerda Ahmad. Ya'ni ichidan boshqa odam sakrab chiqib, o'zgarib boshqa odamga aylanib qolmaydi o'sha odam. Ya'ni O'zbekistonda qilmagan ishini, o'zini vatanida qilmagan ishini boshqa yerda ham bor qilmaydi. Yo, o'zini vatanida qilgan ishini boshqa yerda ham bor qiladi. Ya'ni u o'zgarib qolmaydi. Shunaqangi bir qarash bor ekan, skeptический qarash, ya'ni boshqa davlatga borsam zo'r bo'lib ketaman. Oyiga 3000 topaman, 5000 topaman, 10000 topaman. Albatta xohlagan davlatingizni ChatGPTga yozasizmi, Google'ga yozasizmi, boshqa narsaga yozasizmi, yozgan vaqtingiz o'rtacha oylik mana shu davlatdagi, Angliyadagi o'rtacha oylik, Polshadagi o'rtacha oylik, Chexiyadagi o'rtacha oylik, Koreyadagi o'rtacha oylik, umuman Rossiyadagi o'rtacha oylik desangiz chiqarib beradi. Masalan, o'zini xalqqa ham hatto tur firmalar reklama qilaveradi. Tur firmalarida konsaltinglar, ishtirok beradigan turli xil firmalar mavjud. 3000, 5000 deyaveradi, lekin shu oddiy bir yozib ko'rsangiz o'zi unaqa bir qiyin narsa emas, chiqarib beradi. Unaqa hatto Germaniyada ham o'rtacha 2500 oylik oladi. Hatto o'zini fuqarolari даже. Bu chet elliklarni qo'yib turing. Shunaqa kosmetik summalarni eshitib, kimdandir eshitgan narsani albatta tekshirib ko'rish kerak. Ayniqsa hozirgi zamonda umuman har qanday vaziyatda xohlagan narsani aytish mumkin. Minuslar bor. Pul orqasidan quvib, masalan, kimdir aytgan narsani, kimdir aytdi desa, masalan, kimdir chiqib aytsa, zo'r bo'lib ketasan, shu yerga chiqib borsang 3000 topasan, 10000 topasan desa, chopib yugurib boravermaslik kerak. Boshqa odam bo'lib qolmaydi odam borgandan keyin. Yana bir masala, bu masala nima? O'zbek yoshlari ota-onalarini orzu-havaslarini deb pul mashinkasiga aylanib, pul topadigan mashinkaga aylanib qolyapti. Juda ko'p minuslari bor chetga o'qishni, plyuslari ham bor, lekin bizni yoshlarni chetga ketishdan maqsadi asosan pul topish bo'lyapti. Bu minuslar nimada? Asosiy minuslarni sanab o'taman.
Ya'ni chetga chiqqandan keyin albatta bu aniq nima xarajati kontrakt bo'ladi. Qancha boshiga muammosi bor bolalarni. Birinchi kontrakt to'laydi. Undan tashqari o'zini yeb ichishi bo'ladi, kvartirasi bo'ladi. Bu 2. Kontrakt bu 1. Ikkita bo'ldi, to'g'rimi? Biza yana bir maqsadi bor ularni. Undan tashqari xarajati bu uyimga yuboraman deydi. Endi ko'ryapsiz 3 ta. Bundan tashqari ular o'qishi ham bor. Endi o'qish, ish, uyga pul yuborish, o'zini yeb ichish uchun yashash tasavvur qiling, 4 ta. O'qishga boradimi bola, uyiga pul jo'natadimi, pul ishlab ishga boradimi, o'zini yeb ichish uchun yana alohida bir o'z tasavvur qilib ko'ring. Masalan, boladan ota-onalarimiz pul jo'nat deyapti, o'zi o'qishga borgan. Bu oson narsa emas. Chetga masalan albatta xarajat qil, birinchidan xarajat qilib, yaxshigina xarajat qilib ketiladi. Xohlaganda uncha davlatingizga boring, kamida $3000. Eng kamida u juda minimal summa bo'lmasa 10,000 gacha ketyapti. Unaqa o'rtacha davlatlarda Avstraliya, Kanadani aytganim yo'q, yo Amerikani 10,000 dan yuqori ketadigan davlatlar kamida summa ham minimal summalarni aytyapman. Endi xarajat qilishdan oldin avvalambor o'ylash kerak. Masalan, mana shu xarajatni bo'lib chiqarish kerak. Bu xarajatni chiqar, ketding. Endi xarajatni qopla degan narsa. O'qishga ketaylik, birodarlar. Nimaga o'qish deb? Endi to'g'ri, bo'lmasa ishlash imkoniyatlari ham bor-ku hozir. Endi ota-onalar o'ylayapti, endi mana o'g'lim mana shu davlatga o'qishga ketgan, Germaniyaga o'qishga ketgan, Polshaga o'qishga ketgan, Bolgariyaga o'qishga ketgan yoki Vengriyaga o'qishga ketgan. Endi maqtanishga yaxshi albatta, lekin ozroq bolalarimizni ham o'ylaylik. Bolalarimizni ham o'ylasak yaxshiroq bo'lardi. Ishga ketish endi to'g'ri aytish yomon, masalan, kimdir faxrlanib aytolmaydi, ishga ketsa yomonroq tushunadi, lekin ishga ketsa osonroq ish imkoniyatlarini ko'raylik. Endi o'qishda baribir o'zbek borib chetga borib ishlaydi. O'zbek katta ehtimol borib o'qimaydi. Ishlagan odam, unaqa full time ishlagan odam, polniy stavkada ishlagan odam o'qish uchun vaqt topadi deb o'ylamayman. O'qishga borib kelishi mumkin, lekin dars qilish kerak, nima qilish kerak, bilim olish kerak. Shuning uchun nima desam bo'ladi, chetga chiqqan odamni dunyoqarashi kengayib, dunyoqarash keng bo'ladi. Chetga chiqqan odam, chetga ko'rgan odamni avval o'ylardim, yo'q, unaqa emas. Masalan, borib o'qishga borishi mumkin. O'qish, ish, uy, o'qish, ish, uy, mana shunaqa. Bunaqa olib qarasa, mana uyqu, o'qish, ish, uyga faqat uxlash uchun kelinadi. Qolgan vaqtda o'qish, ishga bo'ladi. Ya'ni yashashga vaqt qolmayapti deydi-ku. Shunaqa. Nima bo'lganda na bir o'sadi odam, undan ko'ra unaqangi qilib 3 yil, 4 yil yo kamida 2 yil, 6 yillab o'qigandan ko'ra unaqa qilib pul maqsadida 10 kun sayohatga borsa odam o'sha boradigan davlatga ko'proq narsa oladi deb o'ylayman. Endi uyimga pul jo'nataman deb boshqa narsa deb albatta iqtisod qiladi, tejayman deydi. Masalan, o'zbek tejayman deydi. Aylanishga ham, o'zidan ham tejagandan keyin 10 kun sayohatga borib ko'rib kelgan narsalarni bir odam o'qigan yoki ishlagan odam u yerda 3 yil turib ko'rmaslik ehtimoli ham bor. Hozircha shular. Yana bularning davomi bor, davomini albatta bo'lishib boraman. Hozircha shularni aytishga qaror qildim. Hammaga rahmat.